Hayatımızın 10% qismi bizga yuz bergan tuyg'usishlardan. Qolgan 90% qismi yuz bergan mush 10% tutgan muomala va inkosimizdan kelgan natijalardan tuzildi. Bu dunyoga dangliq Festinger effekti deb ataldi. Undaq bo'lsa, Festinger effektining bizning turmush tutgan rol qanday bo'ladi? To'yandagi hikoyadan buni ko'rib boqaylik. Hay nash qilinglar. Ha, mana. Bilal. Nish qolsa bilan bo'la. Maktab kechiksa. Atdiganda televizor ko'rmagilar bilan nima ish ko'rmas bo'ldi. Subaya qo'ygan telefonni. Bilal bilan bayda kechiksa, pulinglar chay ichinglar. Apa birbirinden imtihanında. Voy, nima bo'ldi telefonga? Voy, balam chiqilib ketibdi-ku. Ha? Nima bo'ldi, nima bo'ldi? Chiqilibdi telefon. Nima bo'lib chiqildi bu telefon? Siz turbini qichqib qo'yib ekansiz, ichi suv kirib ketmasini biya qo'yib qo'yibdi-man. Nima qilib chaqding bana? Dama kıstığımı. Qasdan qilsam nima ish chaqsa buni? Bo'ldi, bala voqa manga deganda. Voy, nima otqachini sizga u yerga qo'yib bu telefonni? Voy, xafa manga deganda Ilyar. Yaxshi bo'pti mana telefon chiqilib. Bo'ldi, voqa manga. Ya, Bala biqoq- qilib ketganda bo'ldi, bala voqa manga. Ya avaylasam bo'lmamda nima ish chaqsa bu telefonni? Voy, bo'ldi, bala xafa manga. Nima ish chaqsa deyman? Qo'rqib ketdi-doy. Qo'rqib ketibdi men deganda odamning nervisini buzib. Endi buni alsaq bo'ladi-ku, bala qaza ketgandi. Voy, pulimiz o'g'alga siz ilm. Qancha pul telefon ma'lum bilamsiz? Deganda odamning kayfini o'chirib, o'zan qilishar bu nashliqni. Qimmatmi bu nashliqni men? Dada açıqlab ketdi. Bal bo'lsa psixik jarohatga, ana bo'lsa yo'ldosh tarafidan adil bo'lmagan muomala uchradi. Albatta bu ana va balada passiv energiya shakllantirdi. Bu passiv energiya o'z navbatida albatta passiv reallikni shakllantirdi. Voy. Voy, Ilyar, Ha, Umarjon. kelyaptamsan dash? Men shirkatning oldiga keldim, hozir kiraman. Va bular rahbarlarning hammasi kelib bo'ldi deyman, seni saqlab qoldik hozir. Kelar bilan jadvalni ilib oldingmi ya? Ha? Nima? Kelar yillik plan? Apla. Bular chaqiriq bular. Bo'ldi, men hozirlab kiraman jumayinga. Bo'ldi, ma'qul. Tezroq bo'lasa juma dasha. Ha, ma'qul. Hay Ilyar. Akşam qilib sizga bergan hujjat xaltasini qo'ya qo'ydingiz. Men atiga jiddiychilikni unutib kelib chiqibman men. Hujjat sumkasi? Ha, ustan usutdi. Ha? Unutib qopsizmi? Voy shu hozir uyga beraman, och chiqishni unutib kelib chiqibman. Men uyning oldiga beraman, ashada ko'rishaylik. Voy, voqa manga men hozir olib beray. Bulunga chaqqan bilsildimay, muhim ish ma u. Juma. Bulunga chaqqan. Men hozir olib beray. Qarab manso'zamda. Men o'ldirib mangandim, qat'iy xafa bo'lma. Astagfirullah. Qarab turib to'kib bag'inni. Men to'lab beray. Nima to'lab bersiz nimani? Qapmay mushun talabazın üstüne evilanə. Qapı qat'iy xafa bo'lma. Bu tallabazning ustiga o'xshamaydi. Men jiroqda ekangan ayolim tug'utliq. Men qizdan qilmadim. Va ishdan cho'tiqma ishdan qanday qilamiz Men buni? onu to'lab beray. Mening erim saqlab qolgan demak pek muhim ishim bor Men mening. sizga to'lab bering Mushtan demagan. ishdan evilan qilandi. To'xting ha.
Bu et degan nesbas tug'an odamni. Va pul deydimmi bu qizga? Qiziq. Ha? Mana keldim. Oy. Endi keldi amadaş. Endi kelganda kelmasa olmamda. Nima bo'ldi? Nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Sening kasabitingda ma plan jadvalini vaqtida topshirmadi deb, ma ishkilimizdan yillik mukofot puli yo'q bo'ldi. Boshliq bir monch kayib chiqib ketdi. Nima deydigansa, odam unutib qopti ekanman, yerim yo'q ekan, Ha bu gapni boshliq chiqib dapira bo'ldimda. Menal emas, ishkilimizdan mukofot puli yo'q bo'ldi. Bilamsan shuni? Astagfirullah. Mana, əsi bu işlardan tamamen saqlanğılı bulatdı. Ondaqda bu hikayəni özümüzdən arzuyu boyunca qayıt ezib çıxaylı. Ay nasıl qılınlar? Ha, mana. Bilal. Nish qolsa bilan bo'la. Maktab kechiksa. At deganda televizor ko'rmagan odam nima ish qiladi? Bo'ldi subaya qo'ygan telefonda. Bilal bilan maktabga chiqsa, pulingga choy ichinglar. Apa bugün benim imtihanım var. Voy, nima bo'ldi telefonga? Voy, bolam chiqib ketibdi-ku. Ha? Nima bo'ldi? Telefon chiqib ketibdi. Telefonlar. Bu qandoq chiqadi bu? Ben hırsdan kılmağam. Buni yana qo'yib qo'yib ekansiz, hech suv kirgatmasin deb biya qo'yib qo'yib ekanman. Qimmat telefon. Bo'pti, bo'pti. Voy, bala qazaq ketdi. Shu. Kela bilan kela. O'tiramiz, mashg'ulom kela. O'tiraman. Bichara telefon. Ha, balam. Biga imtihonum bor, ha? İmtihanı yaxshi bersa, indamay. Hozirga tabaqqi bersa, mashg'ulomga qilsam, mashg'ulom yaxshi qilsam, bu imtihon uyda ketsa. Ha, qilsaydi. Ala balam. Ala, aytga. Oo, mana bu quloq o'xshab ketibdi-ku. Ala bolam. Ala balam, mana. Ashla. Ha? Ha, shu ma yuzligicha qilibdi. Herhalde ishlaydi-ki. Hey, bo'pti va yuzligini almashtirib o'tamiz ya. Biz almashtiramiz. Ha? Qani, mashg'ul qilaylik, qilaylik. İşte bu bak. İşte nasıl? İnsan yaxshi biladimi? Ben chaqqonga loyiq. Yaxshi bersa imkonni, ha? Demek bizning hayatımızda qandaq bo'lishi bizga yuz bergan ishlar orqali emas, balki yuz bergan ishlarga qandaq ma'mul tutish orqali bekitiladi. Oldingizga tash siz uchun bir to'salg'imi yoki bir tal peshtoqmi? Albatta, bu sizning ko'z qarshingiz bog'liq. Yangi yilda hammaning ro'y kayfiyatining jushqun, umidvor bo'lishini chin dilimda umid qilaman. Rahmat.